Obunachilar, bugun jo'jalarimni, tovuqlarimga yangi katak yasadim. Mana hozir ko'rinishi. Mana yon tomonlari. Buyog'i sovuq kunlar tushib boshlaydi. Xohlasa ana xohlasa xo'rozimiz to'nka, maykiyonimiz shalpang, xudolar bekalasini qo'shamiz to'nkaga shalpangda. Mana bu oldingi xo'rozimni xo'rozcha bolalar. Videolarimda bor orasida. Mana bu shalpang Toshkentdan kelgan. Liniyasi Jizzaxdan chiqqan. Kelib chiqishi Jizzax. Xudosa shalpang makiyonga jo'ja hali fevralda chiqqan, hali tuxumi kirgan yo'q. Mana shu to'nkaga qo'shish niyatim bor.